bir qator nufuzli musobaqalarda ishtirok etgan. Birinchi raund kuzatamiz. Qo'llashni so'radi. Albatta vazn borasida juda katta farq bor. Yaxshi seriyani ijro etarman. Albatta bevosita efirni kuzatyapsiz, qadrli muxlislar. Jonli tarzda to'g'ridan to'g'ri bu yerda zarbani o'tkazib yubordi Arman. Qarshi zarbani o'ziga kelib olishi muhim. Demak, ana shu orqa qo'lga, raqibning o'ng qo'liga ehtiyot bo'lish kerak. Asosiy zarbaga biroz Qadrli muxlislar, demak jahon chempionatini kuzatishda davom etamiz. To'g'ri tushunasiz. To'g'ridan to'g'ri efir ayni daqiqalarda Sport telekanalida namoyish etilyapti. Arman Maxanovning hujumi. Masofani yaxshi his qilyapti. Imkon qadar ana shu zarbalardan seriya bir nechasi o'tdi. Mana endi raqibning bosimi, undan chiqib ketish kerak. Yaxshi klinch. Yosh borasida ham, vazn borasida ham juda katta farq bor. Chunki bu eng og'ir vazn toifasida Arman ishtirok etyapti. Ayrim vaziyatlarni ko'ra olmadik. Bosh hakamlarning bahosi qanday? 28 yoshli demak Chalayanni ko'rdik, bu esa hamyurtimiz. Mana bu takroriy vaziyatlar biroz bo'lsa-da xulosa berishga imkon yaratadi. Birinchi raunddan so'ng 3 ta hakam bizga g'alabani bergan. Qoyil. 3 ta hakam, 3-2 demak. Aytish kerakki, jahon chempionati 2021-yili Chalayan kumush medalni qo'lga kiritgan. 28 yoshda. Murabbiylarimiz dalda beryapti. Armanning esa bu kattalar o'rtasidagi dastlabki jahon chempionati hisoblanadi. Yana Armanning o'zi hujumga o'tyapti, seriyalarni ijro etdi. Demak, kechagi taktika asosida harakat qilyapti. Kubalik raqibini ham mana shunday tarzda 2 raundda sarosimaga solib g'alabaga erishgan edi Arman. Eng muhimi kuchli zarbani o'tkazmaslik, yaxshi kutib oldi, chap qo'lda faol ishlayapti. Raqib hujumga o'tgan paytda klinchga albatta kirish kerak. Yaxshi ikkilik zarbasiz, yaqin masofada hujum uning tomonidan o'z zarbani o'tkazib yubordi, ammo o'zini yaxshi his qilyapti. Yana hujum.
Biroz qo'lni balandroq ko'targan holda, himoyani unutmagan holda jangni davom ettirsa yaxshi bo'lar edi. Yaxshi bir masofani yaxshi his qilmoqda Arman. Murabbiylarimizga ham e'tibor qaratishga ulgurmoqda jang jarayonida Maxanov. Boshini silkitib yubordi. Bitta zarba bilan kutyapti. Mana shu ehtiyot bo'lish kerak. Seriya Arman tomonidan yaxshi kutib oldi. Oldinga intilayotgan paytda Chalayanni sportchimiz gavdaga zarba. Ancha toliqtirdi raqibni, faqatgina o'zi ehtiyot bo'lish kerak zarbadan. Yaxshi chap bera oldi. Juda kuchli zarbani yo'llamoqchi bo'lgan edi. Chalayan hozircha imkon bermayapti Maxanov. Biroz jarohat bormi? Zarba ta'sirida o'ng ko'zining ostida kichik jarohat paydo bo'lgan. Yaxshi seriya. Maxanov tomonidan eng muhimi raqibni seriyani ijro etishiga yo'l qo'ymayapti. Masofani yaxshi his qilyapti. Qarshi hujumda tutyapti. Mana bu hujumlar samarali. Juda qattiq zarba yo'llash istagida. Chalayan kuchli zarba yo'llamoqchi bo'lmoqda. Eng muhimi Arman bunga imkon berayotgani yo'q. Qarshisida turish kerak emas. Aylangan holda jangni davom ettirish kerak. Yo'q, ochiq jang kerak emas Arman uchun. Yaxshi ikkilik zarbasi. Murabbiylarimiz eshityapsiz, urishma demoqda. Kerak emas. Ochiq jang kerak emas. Yakunlandi ikkinchi raund ham yaxshi. Qisqa mana shu tanaffus so'z yaxshilab tin olib, mana 3 daqiqani muvaffaqiyatli o'tkazish juda ham muhim. Albatta ikkinchi raundda ham bizga hakamlar g'alabani berishgan bo'lish kerak. Asabiylik ko'k burchakda. Takroriy vaziyatlarni yana bir karra ko'ring. Juda ham e'tiborli harakatlarni o'tkaza oldi Arman Maxanov. Bu safar ham 3 ta hakam g'alabani bergan. Yo'q, 4 ta. Adashdim, biroz uzr. So'nggi raundni endi muvaffaqiyatli o'tkazish talab etiladi. Oldinga intiladi, otiladi demoqda. Demak, qarshi hujumda tutish va eng muhimi ochiq jangga kirmaslik talab etiladi. Mana hujumni kuchaytirmoqda Armaniston vakili. Yaxshi tutdi. Qarama-qarshi hujumda Arman. Seriya kerak albatta, agar butunlay ortga chekinib harakat qiladigan bo'lsa, bosib tashlaydi Armaniston vakili. Kerak mana shu zarbalar orqali to'xtatish ham, faqatgina ehtiyot bo'lish juda ham zarur Arman uchun. Yaxshi chap berdi Maxanov. Yaxshi vaziyatdan yaxshi chiqyapti. Hozircha barchasi ko'ngildagidek. Yo'q, bu yerda ochiqdan ochiq, ha?
bo'ynidan qisdi. Challagan hamyurtimizni. Yaxshi seriya klinchni ham ta'kidlashmoqda murabbiylarimiz. Qo'lni ko'targan holda harakat qilish juda ham zarur. Yaxshi ikkilik zarbasini o'tkazdi. Ortga chekindi Chalayan. Seriya o'tkazdi. Maxanovda bitta holat bor. Klinchga qandaydir xohlamaydi. Kerak albatta, juda ham zarur hozir. Mana shu pallada. Raqibning holati ham yaxshi emas. Juda toliqdi, u ham juda ko'p zarbalarni o'tkazib yubordi. Faqatgina Ilinch albatta bitta kuchli zarbani o'tkazib olish bo'layapti. Yo'q, yaxshi. Kerak biroz bo'lsa-da tin olish uchun ham. Yaxshi seriya. Yaxshi chap berdi. Yo'q. Qoidaga xilof zarbani yo'llamoqda Chalayan. Klinch Maxanov. 10 soniya qoldi. Mana endi ring bo'ylab aylanish juda ham kerak. Yaxshi, yana bitta klinch. Juda ham zo'r o'tkazdi Arman Maxanov. Armanistonlik raqibi David Chalayanga qarshi jangda a'lo darajada harakat qildi. Kecha ham mana shunday tarzda nomdor kuchli raqibini ortda qoldirgan edi. O'ylaymizki, bu safar ham buni uddalay oldi. Arman Maxanov aytish kerakki, ushbu jahon chempionatida muxlislar uchun, hamyurtlarimiz uchun o'ziga xos kashfiyot bo'ldi. Maxanov. Bilasiz, Jahongir Zokirov edi bu vaznda yetakchi. Bu safar aynan davolanayotgani bois Arman Maxanovga imkoniyat berishdi murabbiylarimiz va u ishonchni to'la to'kis oqlamoqda. Ladies and gentlemen, after a bout review, the winner of this contest by split decision and going into the finals in the red corner. Albatta Arman Maxanov g'alabaga erishmoqda. Ofarin. Juda ham zo'r. Bu quvonchlar bejiz emas. Juda katta bosimdan, juda katta bir raqiblar ta'siridan muvaffaqiyatli chiqmoqda. Navbatdagi marotaba, bu birinchisi emas. Albatta. Ofarin, samimiy qutlaymiz Arman Maxanovni ham, uning yaqinlarini, muxlislarini. Chunki aytib o'tganimizdek, vazn borasida ham juda katta farq bor. Nafaqat yosh borasida, tajriba borasida, balki vazn borasida ham juda katta farq bor. Lekin shunga qaramasdan u yana bir nomdor tajribali raqibini yarim finalda mag'lubiyatga uchratib, oltin medal uchun jang olib borish imkoniyatiga ega bo'layapti. David Chalayanga bronza medali topshirildi. Bizda esa albatta takroriy vaziyatlar. Bilasiz, yengilroq vazn toifasida yetakchilarimiz ko'p, lekin mana eng og'ir vazn toifasida